Bu Jaredni bobasi. Yoshi 80da, yaqinda 80ga kirdilar. Shunaqa chiroyli ko'l yonida yashashadi xotini bilan. 20 yil avval mana shu uyga ko'chib kelishgan ekan. Ichmaydi, chekmaydi, hayoti davomida juda ham qattiq ishlagan odamlar. Har doim o'rdaklarni boqishadi bular. Qanaqa o'rdak desangiz, bu o'zlari sotib olmagan, boqib olmagan o'rdaklar. Prosta yovvoyi o'rdaklar bularni uyiga kelishadi. Yozda, bahorda havo issiq bo'lganida har yili keladi. Bolachalari bilan keladi, o'zlari kelishadi. Keyin yana uchib ketishadi. Hech qachon bu o'rdaklarni so'yib yemagan hayotida, chunki u o'rdaklar bularniki emas. Bu hammaligi. O'rdaklar o'ziga o'zi xon, o'ziga bek hammasi. Sezon endi boshlanyapti. Yozda juda ham ko'p 50 ta 60 talab o'rdaklar kelishar ekan, hammasini boqadi. Har doim bir o'zi boqar ekan, har doim o'zi beradi. Men borligim uchun, lekin boshqacha bo'ldi. Bittasi ovqat ko'rgandan hammasi bir-birini chaqirib boshladi. Hamma yeyish uchun shunaqa shovqin bo'lib, afsuski men bo'lganligim uchun ular stress olibdi-da, umuman ovqat yeyishga kelmadi. Menga aytdi, borda dedi, stulchikka o'tirganda umuman qimillama dedi. Bo'lmasa bular stress olyapti dedi. O'zlari qo'rqyapti. Nimaga bu, ya'ni ikkita odam meni boqyapti deb dedi.